Siz yirik kompaniyani bosh buxgalterimisiz? Unda bu siz uchun. O'zingizning kompaniyangizda transformatsiyani o'zingiz qilishni xohlaysizmi? Moliyaviy hisob 1. Moliyaviy hisobning xalqaro standartlari. Transformatsiya haqida mukammal ma'lumot olishni xohlaysizmi? Transformatsiyani o'zingiz qilganingizni afzalliklari nimada? Hozirgi qilinayotgan xatoliklar bartaraf qilinadi. Ya'ni, qaranglar, transformatsiya jarayonida hozirgi paytda hech qaysi kompaniya egasi auditorlarni alohida inventarizatsiya uchun yollamaydi. Transformatsiya qilishdan oldin kompaniyada обязательно inventarizatsiya o'tkazilishi shart. Inventarizatsiya o'tkazish jarayonida bizni asosiy vositalarni xatlov qilib, nol balansga teng bo'lgan aktivlarni qayta baholaymiz va o'sha balkim asosiy vosita sifatida ko'rilmaydigan asosiy vositalar bo'lsa, biz bularni hammasiga qayta korrektirovka, ya'ni tuzatishlar kiritamiz. O'sha korrektirovka qilib qo'shimcha provodkalar beramiz. Undan tashqari nomoddiy aktivlarimiz bor. Nomoddiy aktivlar ham xuddi shu ko'rinishda hisoblanadi. Buning uchun biz moliyaviy hisobni xalqaro standartlarini mukammal bilishimiz shart. Undan tashqari debitor kreditorlarimiz bor bizlarning. Mana shu debitor kreditorlarimizni ham tahlil qilgan holda ularga ham baho beriladi. Va ish haqi hisoblanganda biza 13-14 zarplatalarimiz bor. Vысluga let bo'yicha chiqariladigan premiyalarimiz bor, ya'ni mukofot pullari bor. Mana shu mukofot pullari hammasi o'z davrida aks ettirilishi kerak. Ya'ni transformatsiya uchun bizda o'sha kerak bo'ladigan 3 ta balans, 2 ta moliyaviy natija to'g'ri shakllantirishimiz uchun o'zimizga kerak bo'ladigan moddalarni mukammal ravishda tahlil qilib o'tishda qilinayotgan xatolarni va bular soliqqa qanday o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni qanaqa soliqqa? Отложенный налоговый актив deymiz, отложенный налоговое обязательство deymiz. Ya'ni shu kechiktirilgan soliq majburiyati yoki aktivi qayerda aks ettirilishi, mana shularga ham ta'sir etadi. Shular bo'yicha yanada to'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, bizning o'quv kurslarimizga taklif etamiz.